Produktalarımız esası 312 salı kararına ortalarında hizmetimizin 100 milyon açı verdiği kredisi var. Bu Yaros Suğurta polisi yakınımızı kefillik şartnaması asasında verildi. Eğer 100 milyonla yukarı alamam deseniz de esasen şu Yaros mülkünden 20% değişim müddete verildi. Bundan tashqari mahalle loyihasi kreditimiz var, 50 milyon açı. Doğrudan doğru şu plastik kartlar taşıp verildi. Bizde ise birinci kalan kreditimiz var. Eğer bir de şaratında bu mahalle loyihasi bizde ise birinci kalan alalım bozanızda bu şaratında novu tiküçülük klaslanmalarından da çinik milyon olsa çalmasılık bunu farklı kendinde şu bir tane işçi olduğuna təminlənən halda şu kreditler mahsulatlarımız hazır bu günde tədbirkarlara verilib durdu. Bundan tashqari şu mahalleye biriktirilgan azımıza endi avantaj aldığı oilaviy tadbirkorlik dasturi yo'nalishi bo'yicha hozir 33 millionlarda hududlara 50 million pul belgilandi. Shu u ham bevosita bizlar mahalla agentlarimiz orqali yoki bo'lmasa mahallada o'tirgan hakimlar domlasi orqali shu kreditlaringizga bizlar bankda yordam berishimiz mumkin. Endi asosiy hozir banklarga qo'yilib turgan talablar yakında prezidentimizle iştirakında selektor olup öttü. Şu selektor davamında bundan bir yana banklardan esasen kemballıkını kısaltılış ve işsizlikle kemetiriş vazifesi yükletildi. Yani bu oldu yani bize şu tedbirkarlara kıskaçak ulaşkanlar biznes advokat sıfatında nom olması olsa, fakat kredit olması olsa belki başka türlü muammaları vardır. Zahmet ölümlü bir muammalarına karışıp, kömekleşip, şu tedbirkarlarını kollap batlap, şu arkalı işçi onlarını yaratıp, kemballıkını kıskartırış maksat kılıp koyulan. Bir de keyin mesela yine bir kredit türlerimiz var, 18%'dan prezident kararından 60. sallığı kararından 18 yaşında olmayan farzandlarınız olsa 18 yaşdan 30 yaşacha bo'lgan farzandlaringiz bo'lsa, yoki o'zlaringizning yosh tadbirkorlar o'tiribdi. 30 yaşacha bo'lgan tadbirkorlarga 100 milliondan kimlar qonun beriladi, garov mülkine qarab 18%dan 60 oy muddatda eng past foizlarda shu kredit mahsulotlarimiz bor. Bundan tashqari 61 sonli qarorimizda bitiruvchi yoshlarni ishga jalb etib, nazorat qilgan bir firma var. Ailevi tadbirkorlik tashkiloti qo'yibsiz. Shu ailevi tadbirkorligingizda bitiruvchi yoshlardan ishga jalb etib, hisobotini topshirtirib, налогlarni vaqtida turib oyligini bersangiz, shu bo'yicha 18%dan 61 qaror bo'yicha siz bersa bo'ladi. Masalan, sizni misol aytib o'tganman. Va shu 100 milliondan pul yaqin 3 million bersa bo'ladi. Asosiy Mesela kararına hazır bizim kız mesela bitiryaptı mektepte. Bunu aynen falan işe girizip mesela işin içinden çok ciddi mesela teşkil ettik. Şimdi burada bence nazarda tutulan Ali Ta'nın bitiruvchilar nazarda tutulan. Ali Ta'nın narsa bo'lsa, ana ertaga o'qishga o'qib turgan bolangiz bormi yoki o'zingizni ishlaringizni o'qishni bitirib bekor o'tirgan qarindosh bo'lganda bolalari bormi, shu an jalb etsangizlar bitiruvchi bo'lsa bo'ldi. Buni dokumentingizni berasiz, ammo kalkulyasini bersangiz, ko'rib chiqamizdan bu xabarni beramiz. Endi asosiy nalarimiz shu bilan iborat. Agar bemalol kimdan savol bo'lsa, javob berishingiz mumkin. Bizlere şahsı yo'nalishida kerak 100 million so'mdan beradi. Chorvachilik bo'yicha chorvachilik bo'yicha 312 sonli qarorimiz hozir tushuntirdim. Hujjatlarni berdingizmi? Necha so'm oldi? 100 million. 100 million oldi. Shu 312 bo'yicha 21%dan hududingiz toifasına qarab belgilanadi foizi. 21%dan bizlarga o'rta sariq hududda turgan shu tumani qarab hujjatlaringizni berasiz, underwritingga tashlaymiz. Eğer bo'ladigan bo'lsa, как положено, kamida 2 dona ishchi o'rnini yaratganingizdan keyin ana kreditingizni ajratib beramiz. Masala yo'q.
Sizga ham shu masalada. Sen netalomuzda meselemiz yine biz mahalle bankirlarımız var, aile tedbirkar bölüm başlıkları var. O meselemizde yine memnunlarımız köpçülük biledi. O meselemiz olsa telefon kılıp yerleşik için katta rahmet. Sağ olasın.